Assalomu alaykum do'stlar. Rossiyaga ishlashga kelayotganlar va Rossiyada ishlab ketayotganlar diqqatiga. Bu narsa hammaga tegishli. Dokumenti bormi, yo'qmi, diqqat bilan ko'rishingiz kerak va ushbu videoni tarqatib kommentariyada maksimal yozib qo'ying. Kitobi bilmay qoldim degan fuqarolar bo'lmasin. Endilikda Moskva, Sankt-Peterburg, Sochi, Qozon, Yekaterinburg va boshqa shaharlarda, aeroportlarda migratsiya nazorat punktlari ish boshlaydi. Hozircha ushbu punktlar 12 ta, keyinchalik temir yo'l vokzallari va avtomobil o'tkazish punktlari, ya'ni chegaralarda ham ochilar ekan. Ularning asosiy maqsadi migratsiya nazorati, migratsiya qonunchiligini buzgan xorijiy fuqarolarning aeroportning o'zida yo'q yoki poyezd vokzalida yoki chegara o'tkazish punktida mashinada o'tasiz quruqlikda shularni o'zida yo'q aniqlash, hujjatlarni tekshirish va kim deport qilinadi, kim jarimaga solinadi, hammasini nazorat qilish bilan bog'liq bo'lyapti. Kimda kim endilikda Rossiyaga kelayotgan bo'lsa, 3 oylik ishlab ketaman yo bo'lmasam dokument qilmasdan yuraveraman deganlar oxirida chiqib ketayotganingizda, agar Rossiyaga qaytib kelmoqchi bo'lmasangiz, ushbu hujjatlaringizni Rossiyada yurgan noqonuniyligingiz aniqlansa, ushbu hujjatlar orqali yo jarimaga tortilasiz yo deportatsiya qilinasiz. Biletingiz ham kuyishi mumkin va O'zbekistonga ketaman deb to'y hasham, maraka, ta'ziya bo'lishi mumkin. Shu narsalarni ham inobatga olib ketayotgan paytingizda dokumentingizdan agar noqonuniy bir faoliyat, noqonuniy qanaqadir hujjatlarda kamchilik uchrasa, sizni chegaradan olib qolishi mumkin va jarimaga yoki bo'lmasa majburiy ijro orqali, shu spespriyomnik orqali vaqtinchalik saqlash bo'limlarida saqlab, keyinchalik deportatsiya qilish mumkin. Shuning uchun Rossiyada kelayotganlar hujjat bilan yurishingiz kerak bo'ladi bundan buyog'iga. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Maksimal ushbu videoni tanish bilishlaringizga tarqatib qo'ying.